Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Biz sizlarga Doktor Uz jamoasi bilan birga nafaqat tibbiyotdagi foydali maslahatlar, balki oxirgi yillarimizda, yaqin kelajakda bo'layotgan tibbiyotdagi yutuqlar to'g'risida ham ma'lumotlar berishni reja qilganmiz. Bu yangiliklar o'z navbatda siz va yaqin birodarlaringiz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Yildan-yilga transplantologiya sohasida juda ko'p yutuqlarga erishilyapti. Xususan insoniyatga, insondan insonga deyarli barcha a'zolarni ko'chirib o'tkazish imkoniyati tug'ildi. Lekin hozirgi kunda transplantat, ya'ni a'zolar yetishmovchiligi, taqchilligi borligini inobatga olib, olimlarimiz cho'chqaning buyragini, yuragini insoniyatga o'tkazishgan. Bu oxirgi haftalarda cho'chqaning genetik jihatdan modifikatsiya qilingan jigarini insonga o'tkazib, uni muvaffaqiyatli yakunlashdi. Ya'ni avtoavariyaga uchragan, bosh miyasi halok bo'lgan kishiga genetik jihatdan modifikatsiya qilingan cho'chqaning, demak, jigarini o'tkazib berishdi. Va bu insonning 10 kun davomida jigar va o't yo'llaridagi modda almashinuv protsessi to'xtamasdan davom etdi. Ya'ni o't ishlab chiqarilishi hamda albumin modda ishlab chiqarilishi kuzatildi. Bu tibbiyotdagi juda katta ulkan yutuq. Sababi yer yuzida bir qancha insonlar jigar xastaligi bilan xastalanadi. Ularning ko'pchilik qismi albatta olal oqibat jigar transplantatsiyasiga muhtoj bo'ladi. Aynan shunday bemorlar uchun kelajakda nafaqat insonlardan, balki hayvonlardan ham transplantat jigarlarni o'tkazib, ularning hayotini saqlab qolish imkoniyati tug'ilyapti. Hurmatli obunachilarimiz, agar sizga shu kabi videolarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Biz sizlar uchun bundanda qiziqroq bo'lgan videolarni topishga va sizlar uchun chiqarishga harakat qilamiz. Videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.